Akalar hammaga aytgan ko'bultimiz tayyor bo'ldi. Akamiz 3 kiloni taksiydi, tez yurar shopirlaridanlar mana. Bu akamizga qilib bergan ishlarimizdan litoks chexol qo'yib berdik. 3 kiloni taksiyda aksiya bo'layotgan ekan, aksiya g'olibi bo'libdilar akamiz, chexol yutib olibdilar. Lekin barda o'zlarining pullariga olibdilar. Malibu bar ustanovka qilib berganmiz, nikkel variantda mana. Aka zazurlarni uyatmay ko'rsataveramiz. Lekin juda chiroyli. Bar qimillab ketdi, jilib ketdi, zazori qochib ketdisi yo'q. Faqat turadi. Tesla monitor qo'yib berganmiz. Ya hammaga kerakli bo'lgan suvdatchi, kapot ochadigan knopkasi bilan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, har doimgidek AMG'ga murojaat qilaverasizlar. Aka, biz haqimizda fikringiz qanaqa? Xizmatimizdan mamnunmisiz? Ma'qul bo'ldi. Keyin safar ham kelasizmi? Har safar kelinadi. Zo'r. Обязательно. Faqat AMG tuningga. Ha, shunaqa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, har doimda AMG tuningga murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Chiroyli qilib, sifatli qilib ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz akalar.